Assalomu alaykum. IDC Milliy sertifikat kitobining 2-mavzusini boshlaymiz. Algebrik shakl almashtirishlar. Birinchi savol. 125 ning 32%, 140 ning 15% dan qanchaga ortiq? 125 ning 32% ni hisoblash uchun 0.32 ga ko'paytiramiz. 140 ning 15% ni hisoblash uchun 0.15 ga ko'paytiramiz. Ayirmaning qiymati 19 ga teng bo'ladi. Javob. Ikkinchi misol. Nodirning oylik maoshi ketma-ket 2 marta 15% ga oshirildi. Nodir dastlab $2000 oylik olgan bo'lsa, 2 marta oylik oshgandan keyin qancha oylik oladi? Dastlab $2000, 15% dan oshirdi 1.15, yana 15% oshiradi, yana 1.15 ga ko'paytiriladi. Ko'paytmaning qiymati 2645 ga teng. B javob. Uchinchisi. Mahsulotning narxi 20% ga arzonlashtirildi. Ma'lum vaqtdan keyin 30% ga oshirildi. Agar mahsulotning yakuniy narxi 17888 so'm bo'lsa, dastlabki narxini toping. Dastlabki narxi x bo'lsin. 20% ga arzonlashtirish uchun 0.8 ga 30% oshirish uchun 1.3 ga ko'paytiriladi. Yakuniy natija 17888 chiqqan. Tenglamadan x topib olamiz. 0.8 va 1.3 ni tenglikning ikkinchi tomoniga bo'linma qilib o'tkazishdagi natija 17200 ga teng bo'lgan. B javob. To'rtinchi misol. A sonining 35% 60 ga teng. A ko'paytirilgan 0.35 barobar 60. 3a taqsim 4 sonining 21% ni toping. 0.21 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda a ni topib olishimiz uchun 60 ni 0.35 ga bo'lamiz. Buni so'ralgan joyga olib borib qo'yamiz. 3a taqsim 4 ko'paytirilgan 0.21 barobar 3 taqsim 4 ko'paytirilgan a o'rniga 60 taqsim 0.35 ko'paytirilgan 0.21. Hisoblashlarni bajaradigan bo'lsak, natija 27 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. 5-savol. Ikkita velosipedchi A va B shaharlardan bir-biriga qarab yo'lga chiqdi. A shahardan chiqqan velosipedchining tezligi 13,5. B shahardan chiqqan velosipedchining tezligi 10,5. Agar ular 3 soat va 45 daqiqadan so'ng uchrashgan bo'lsa, A va B shaharlar orasidagi umumiy masofani toping. S barobar V1 plus V2 ko'paytirilgan umumiy vaqt barobar tezliklar yig'indisi 13,5 bilan 10,5 ning yig'indisi 24 ga teng. 3 soat va 45 daqiqa. Bu yerda 45 daqiqani ham soatga o'tkazib olishimiz talab qilinadi. 3 soat va yana 3 taqsim 4 soat barobar 24 ko'paytirilgan 15 taqsim 4. Demak 90 soat orasidagi masofa demak 90 kilometrni tashkil qiladi. Javob. 6-si. 3 ta sonning nisbati 235 ga teng. Agar ularning yig'indisi 120 ga teng bo'lsa, bu sonlardan kattasini toping. 2x plus 3x plus 5x barobar 120. 10x barobar 120, x barobar 12 ga teng. 2x, 3x va 5x ichida eng kattasi bu yerda 5x ga teng. 5 ko'paytirilgan 12 natija 60 ga teng. Javob. 7-savol. Xaritada ikkita shahar orasidagi masofa 7,5 cm. Xaritaning masshtabi 1 bo'lingan 2 million bo'lsa, bu shaharlar orasidagi haqiqiy masofani toping. Haqiqiy masofa 7,5 cm ni ko'paytiramiz 2 million santimetrga 15 million santimetr. Endi bu yerda kilometrda so'rayapti, demak santimetrni kilometrga o'tkazishimiz kerak. 1 kilometrda 100 ming santimetr bor. O'shaning uchun 100 mingga bo'lib o'ramiz. 150 kilometrga teng. Bu javob. 8-chi. Bir do'konchi 5 kilogramm olma va 3 kilogramm nok uchun jami 54 ming so'm to'ladi. Olmaning narxi x.
Nokning narxi y bo'lsin. U holatda 5x plus 3y barobar 54.000. Ikkinchi marta 3 kilogramm olma va 4 kilogramm nok uchun 50.000 so'm to'ladi. 1 kilogramm olmaning narxi 1 kilogramm nokning narxidan necha so'mga qimmat yoki arzon? Tenglamalar sistemasini yechish orqali olmaning narxi 6.000, nokning narxi esa 8.000 ekanligini aniqlab olishimiz mumkin. Demak, olmaning narxi nokning narxidan 2.000 so'mga arzon. Javob. 9-si. A firmaning 4 chorakdagi foydalarining nisbati mos ravishda 5-8-3-7 nisbatda bo'lib, umumiy foyda 460 million so'mni tashkil qilmoqda. Firma 3-chorakda qancha foyda ko'rgan? Demak, 5x plus 8x plus 3x plus 7x barobar 460 million. Yig'indining qiymati 23 ga teng. 460 taqsim 23 20 ga teng. Firma 3-chorakda. 3-chorak bu 3x. 3x barobar demak 60 million so'm foyda ko'rgan. Bajarib. 10-savol. 120 soni 7, 8, 9 sonlarga to'g'ri proporsional bo'laklarga bo'lindi. Hosil bo'lgan bo'laklardan eng kattasi va eng kichigining ayirmasi so'ralgan. 7x plus 8x plus 9x barobar 120. 24x barobar 120. X barobar 20. Eng kattasi bu 9x, eng kichigi bu 7x, ayirma 2x ga teng. X o'rniga 20 qo'yilsa javob 40. Hop, o'zimizga adashib ketibmiz. Bu yerda x ning qiymati 20 emas, 5 ga teng bo'lar ekan. Ana o'shanda 2x ning qiymati 10 ni tashkil qiladi. Bu javob. 11-si. Tezligi 24 bo'lgan poyezd 5 soatda qancha masofa bosib o'tadi? Javoblarga e'tibor qiladigan bo'lsak, hammasi kilometrda so'ralgan. Yo'l formulasi tezlikning vaqtga ko'paytmasiga teng. Bu yerda tezligimiz metr taqsim sekundda berilgan. 24 metr taqsim sekund ko'paytirilgan 5 soat. Metr taqsim sekundni kilometr soatga o'zgartirishimiz kerak. Metr o'rniga kilometr taqsim 1000, sekund o'rniga soat taqsim 3600 ni qo'yib hisoblaymiz. O'shanda 24 ko'paytirilgan 3/6 ko'paytirilgan 5 kelib chiqadi. Ko'paytmaning natijasi 432 kilometr. Bu javob. 12-savol. Birinchi son ikkinchi sondan 12 ga kichik. A barobar b minus 12. Ikkinchi son esa 3-sondan 15 ga katta. B barobar s plus 15. Bu 3 sonning o'rta arifmetigi 26 ga teng. A plus b plus s taqsim 3 barobar 26. Shu sonlardan kichigini toping. Tenglamalar sistemasini yechamiz. A plus b plus s 78 ga teng. Demak, b o'rniga s plus 15 ni qo'yib olsak, a o'rniga b minus 12 ni qo'yib olsak, b minus 12 ham s plus 15 minus 12 ga teng. Plus b o'rniga s plus 15 qo'yamiz va s ni o'zi barobar 78. Bu tenglikdan s ni topadigan bo'lsak 20 ga tengligi kelib chiqadi. S 20 ga teng, b 35 ga teng, a esa 23 ga teng. Savol, shu sonlardan kichigini toping. Eng kichik son bu 20. S javob. 13. Avtomashina 100 km masofani bosib o'tish uchun 12 litr yonilg'i sarflaydi. 100 km ga yurish uchun 12 litr yonilg'i kerak bo'ladi. 16,8 litr yonilg'i sarflagan bo'lsa, qancha masofani bosib o'tgan? Proporsiya yordamida topib olamiz. X barobar 16,8 ko'paytirilgan 100 taqsim 12. Natija 140 ga teng. Bu javob.
14-savol. 120 ming santimetr kvadratni arda hisoblang. Ar bu sotix. 1 ar 100 metr kvadratga teng. 100 ko'paytirilgan metr ichida 100 santimetr bor. Barobar 100 ning kvadrati 10 ming, 10 mingning 100 ga ko'paytmasi 1 million, ya'ni 10 darajasida 6 santimetr kvadratga teng. Ana endi 120 ming santimetr kvadratni arga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun 120 ming ko'paytirilgan 10 darajasida -6. Natija 0,12 ar. Bu javob. 15-savol. A va B shaharlar orasidagi masofa 300 km. A shahardan chiqqan yengil avtomobil va B shahardan chiqqan yuk mashinasi 2 soatdan keyin uchrashadi. 300 kilometrni ular birgalikda bosib o'tishadi va 1 + B 2 ko'paytirilgan vaqt, ya'ni 2. Bundan ko'rish mumkin, ikkita mashinaning tezliklari yig'indisi 150 ga teng. Agar yengil avtomashinaning tezligi yuk avtomashinasining tezligidan 50% ortiq bo'lsa, V1 barobar 1,5 ko'paytirilgan V2. Ular A shahardan qanday masofada uchrashishgan? Tengliklar sistemasini yechamiz. Demak, bu yerdan V2 60 ga, V1 esa 90 ga teng. Demak, A shahardan qaysi mashina yo'lga chiqqan? Yengil mashina yo'lga chiqqan ekan. 2 soat harakatlangan. S barobar 90 tezlik bilan 2 soat yuriladigan bo'lsa, demak 180 km ga borishgan. Ajoyib. 16-si. Ko'paytuvchilardan biri 10% ga oshirildi. Ko'paytma o'zgarmasligi uchun ikkinchi ko'paytuvchi necha foizga kamaytirilishi kerak? Dastlabki ko'paytma A ko'paytirilgan bu. Ko'paytuvchilardan birinchisi 10% ga oshirildi. Ikkinchisi necha foizga kamaytirilishi kerak? Demak, natija o'zgarmasligi uchun yana A ko'paytirilgan B bo'lishi uchun ikkinchisi 1,1 marta kamaygan bo'lishi kerak. Demak, 1 taqsim 1,1 B bu 10 taqsim 11 B ga teng. 1 dan 10 taqsim 11 ni ayirib tashlab 100 ga ko'paytiramiz. Demak, natija 100 taqsim 11 yoki 9,11 dan 1. Bu javob. 17-chi. Bir fermer 3 turdagi ekin ekdi: bug'doy, makkajo'xori va paxta. Ekin maydonlarini mos ravishda 3, 4, 5 nisbatda. Ekin maydoni 3x, 4x va 5x. Bug'doy ekilgan maydonning 20%, makkajo'xori ekilgan maydonning 25% va paxta ekilgan maydonning 30% sug'orilmagan. Jami sug'orilmagan maydon 62 gektarni tashkil qiladi. Bug'doyning 20%, 3x ko'paytirilgan 0,2 plus makkajo'xorining 25%, 4x ko'paytirilgan 0,25 plus va paxtaning 30%, 5x ko'paytirilgan 0,3 jami 62 gektarni tashkil qilsa, qancha maydonga ekin ekilgan? Demak, 0,6 plus 1 plus 1,5 x barobar 62. 3,1 x barobar 62. X bundan 20 ga teng. Jami ekin ekilgan maydon 3x plus 4x plus 5x barobar 12x. 12 ko'paytirilgan 20 bu 240 gektar. Bu javob. 18-si. Perimetri 130 ga teng bo'lgan to'rtburchak tomonlari farqi 9 ga teng. Perimetri bu 2 ko'paytirilgan A plus B barobar 130. Tomonlari farqi bu A minus B 9 ga teng. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini toping. Demak, yig'indisi 65 ga, ayirmasi 9 ga teng bo'lgan sonlarni topa olamiz. Bundan A teng 37, B teng 28 ligi kelib chiqadi. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topish uchun enini bo'yiga ko'paytiramiz. 37 ko'paytirilgan 28 barobar 1036. Bu javob.
19-savol. ABC'da sonlari mos ravishda 1, 3 taqsim 2, 4 va 2 taqsim 3 nisbatda bo'lsa, A plus B taqsim C plus D ning qiymatini toping. Bu yerda A soni 1x, B soni 3 taqsim 2x, C soni 4x va D soni 2 taqsim 3 ga teng. Bu yerda x o'rniga ixtiyoriy sonni qo'yib olishimiz ham mumkin. Kasrlarni mahrajini yo'qotish uchun ham 2 ga ham 3 ga bo'linadigan sonni tanlab oladigan bo'lsak, ya'ni 6 ni A teng 6, B teng 9, C teng 24, D esa 4 ga tengligi kelib chiqadi. A plus B taqsim C minus D. 15 taqsim 20. 5 ga qisqartirib olamiz. 3 taqsim 4. Javob 20-savol. Sayyohlarning 7 dan 2 qismi A shaharga, 5 dan 3 qismi B shaharga, qolganlarining 4 dan 1 qismi esa C shaharga borishdi. Agarda sayyohlarning 6 tasi hech qaysi shaharga bormagan bo'lsa, jami nechta sayyoh bo'lgan? Jami x ta sayyoh bo'lishgan. Demak, A shaharga borganlar 7 dan 2x. B shaharga borganlar 3 taqsim 5x. Qolganlarining 4 dan 1 qismi C shaharga borishgan. Demak, A va B shaharga 2 taqsim 7x va 3 taqsim 5x kishi borishgan. Umumiy mahraj 35. Suratda 31x. Demak, 35 tadan 31 tasi A yoki B shaharga borishgan. 35 taqsim 4 qismi qoldi. Endi o'shaning C shaharga borganlari 35 dan 4x ning 4 dan 1. Ya'ni 35 tadan bittasi C shaharga borishgan. Uchalasini qo'shib olamiz. 2 taqsim 7x, 3 taqsim 5x, 1 taqsim 35x plus va oxirida 6 ta kishi hech qayerga bormagan. Jami odamlar soni kelib chiqadi. Tenglamadan x topamiz. 3 taqsim 32x barobar 6 ga teng. X bundan 64 ga teng. Bu yerda adashib ketamiz. Mahrajda 32 emas, 35 bo'lar ekan. 35 dan 3x barobar 6 ga teng. X bu yerda 70 ga teng. Bu javob. 21-misol. Qopda qizil, oq, ko'k rangdagi sharcha bor. Jami sharchalarning 9 dan 4 qismi qizil, 14 tasi oq. Ko'k sharchalar soni jami sharchalar sonining 3 dan 1 qismiga teng bo'lsa, jami sharchalar sonini aniqlang. Demak, qizil, oq va ko'k sharchalar bor. Jami x ta shardib olamiz. Qizillari 4 taqsim 9x, oqlari 14 ta. Ko'k sharchalar soni jami sharchalarning 3 dan 1 qismini tashkil qiladi. 3 dan 1 x. Jami sharchalar sonini toping. Qo'shib olamiz. 4 taqsim 9x plus 14 plus 1 taqsim 3x barobar x. Tenglama necha? 9 dan mahraj berib yuboradigan bo'lsak, 9 dan 7 x plus 14 barobar x. 9 dan 2x barobar 14. Bu yerdan x barobar 63. Da javob. Sardor pulining 5 dan 1 qismini Aqrorga berganda, Aqrorning puli 40 dan 7 qismiga ortadi. Dastlab Sardor pulining Aqrorning puliga nisbati qanday? Sardorda x, Aqrorda y so'm pul bo'lsin. Sardor pulining 5 dan 1 qismini Aqrorga berdi. Bu holatda Aqrorning puli 5 dan 1 x ga oshdi. Bu esa pulining 40 dan 7 qismiga oshishiga sabab bo'ldi. Natija 47 taqsim 40 x bo'lishi kerak. Bu yerdan x topib olamiz. Y topib olamiz. Y barobar umumiy mahraj 40. 47 dan 8 ayiradigan bo'lsak 39 x. Dastlab Sardor pulining Aqror puliga nisbati x ni y ga bo'lamiz.
xatolik ketib qolibdi bu yerda. Ahrorni puli bo'lishi kerak edi. Y qo'yamiz. Demak 1 taqsim 5 x barobar 7 taqsim 40 y. Bu yerdan x ning y ga nisbati 7 taqsim 8 ga teng. Javob 23-savol. A shahardan B shaharga qarab yuk va yo'lovchi poyezdi yo'lga chiqdi. Yo'lovchi poyezdi B shaharga borib, u yerda 1 soat turdi va ortiga qaytdi. Yuk poyezdi yo'lning yarmini o'tgandan keyin 1 soat yurib, yo'lovchi poyezdi bilan uchrashdi. Agar poyezdlar uchrashganda yuk poyezdi yo'lning 55% ni bosib o'tgan bo'lsa, yo'lovchi poyezdi tezligining yuk poyezdi tezligiga nisbatini toping. Demak, ikkita shahar A va B shaharlar. Bu yo'lning o'rtasi, bu yer esa 55%. 55% bu. Agarda umumiy yo'lni x deb oladigan bo'lsak, 20 tadan 11 qismi hisoblanadi. Demak, yo'lovchi poyezdi uchun tenglama tuzib olamiz. Bu yer yo'lning yarmi, bu yer esa 55%. Demak, 5% ni yurish uchun, ya'ni 5 taqsim 100 x masofani bosib o'tish uchun u v2 tezlikda 1 soat davomida harakat qilgan. Demak, x barobar 20 v2. Keyin 55% ni yurish uchun u t vaqt davomida harakatlangan. T barobar 0.55 x taqsim v2 tezlikda. Yo'lovchi poyezdi esa bu vaqt davomida oldin x masofani v1 tezlikda yurgan, keyin 1 soat to'xtab turgan, keyin ortga qaytishda 45% ni yurgan. Barobar 1.45 x taqsim v1 plus 1. Demak, ikkalasini yurgan vaqtlarini tenglashtirib yuboramiz. 0.55 x taqsim v2 barobar 1.45 x taqsim v1 plus 1. X o'rniga 20 v2 ni qo'yib chiqamiz. 0.55 ko'paytirilgan 20 v2 taqsim v2 barobar 1.45 ko'paytirilgan 20 v2 taqsim v1 plus 1. Bu tenglikdan v1 taqsim v2 ni topadigan bo'lsak, natija 2.9 ga teng bo'ladi. D javob. 24-savol. Birinchi ishchi bir ishni yolg'iz o'zi 12 kunda, ikkinchi ishchi esa 15 kunda bajaradi. Agar birinchi va ikkinchi ishchi birga 15 kun, 5 kun ishlasa, so'ngra qolgan ishni uchinchi ishchi yolg'iz o'zi 6 kunda yakunlasa, uchinchi ishchi bu ishni yolg'iz o'zi necha kunda bajaradi? 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 15 barobar 1 taqsim t. Bu yerdan 12 va 15 uchun umumiy maxraj 60 ga teng. 5 plus 4 9 barobar 1 taqsim t. T barobar 20 taqsim 3. Agarda birinchi va ikkinchi ishchi butun ishni bajaradigan bo'lsa, 20 taqsim 3 kunda tugatishgan bo'lar edi. Lekin ular 5 kun ishlashgan. 20 taqsim 3 kunda bitta ishni bajarishadi. 5 kunda o'sha ishning qancha qismini bajarishadi? X. Bu yerdan x topib olamiz. 5 ni bo'lamiz 20 taqsim 3 ga. Demak, 4 dan 3 qismini tugatishar ekan. Ishning 4 dan 3 qismi tugaydi 5 kun davomida. Ishning 4 dan 1 qismi qoladi. Uchinchi ishchi yolg'iz o'zi 6 kunda yakunlaydi. Demak, ishning 4 dan 1 qismini 6 kunda yakunlaydigan bo'lsa, to'liq qancha kunda yakunlaydi? X barobar 24. Javob. 25-savol. Qayiqning turg'un suvdagi tezligi 15 ga teng. V qayiq barobar 15. Bu daryo oqimi bo'ylab 80 km masofani bosib o'tib, so'ngra boshlang'ich nuqtaga qaytib kelish uchun 12 soat vaqt sarfladi. Demak, borishda daryo oqimi bo'ylab suzgani uchun uni tezligiga oqimning tezligi qo'shiladi.
T1 vaqt sarflaydi. Borishda S masofani bosib o'tadi. Qaytishda 15 minus V oqim tezligida T2 vaqt sarflaydi. Yana o'sha S masofani bosib o'tadi. Bu yerda S1 bilan S2 teng. Umumiy vaqt esa 12 soatni tashkil qilyapti. Oralaridagi masofa 80 km berilgan ekan. T1 va T2 ning yig'indisi 12 ga tengligidan foydalanamiz. 80 taqsim 15 plus V oqim 80 taqsim 15 minus V oqim barobar 12 chiqish kerak. Tenglamani yechamiz. Tenglamaning yechimi 5 ga teng. Javob. 30 sonni shunda 3 ta sonni yig'indisi ko'rinishda yozish mumkinki, bunda birinchi ikkita son 5 va 6 sonlarga to'g'ri proporsional. Demak, 5x plus 6x plus oxirgi ikkita son esa 3 va 2 sonlarga teskari proporsional. 3-sonni y deb turamiz. Uchalasini yig'indisi 30 ga teng. Oxirdagi ikkita son, ya'ni 6x bilan y 3 va 2 ga teskari proporsional. 2 taqsim 3 yozib olamiz. Bu yerdan y topadigan bo'lsak 9x ga teng. Demak, 5x plus 6x plus 9x barobar 30. 20x barobar 30, x barobar 1,5. Bu sonlardan eng kattasi va eng kichigining farqi so'ralyapti. Eng kattasi 9x, eng kichigi 5x, natija 4x. X o'rniga 1,5 ni qo'yadigan bo'lsak, natija 6 ga teng. Javob. Kulol 120 ta piyola va 20 ta likopcha yasadi. Sarf qilingan mahsulotning 80% piyola uchun ketgan. Agar har bir likopchaning og'irligi 150 gram bo'lsa, har bir piyolaning og'irligini top. 80% mahsulot piyola uchun yasashga ketadigan bo'lsa, 20% mahsulot, demak, likopcha uchun sarflangan. Umumiy og'irlik x ta bo'ladigan bo'lsak, yana shuning 20% 20 ta likopcha uchun sarflangan. 0,2 x barobar 3000, x barobar 15000. Demak, umumiy og'irlik 15000 gramga teng. Har bir piyolaning og'irligini topish uchun umumiy massa 80% ni topib olib 120 ga bo'lamiz barobar. Natija 100 ga teng. Javob. Chuqurligi 2 metr bo'lgan basseynga bitta quvurdan suv kiradi. Suv chiqib ketuvchi 3 ta bir xil quvurdan basseyn tubiga, qolganlari esa basseyn tubidan mos ravishda 1 metr va 2 metr balandlikda joylashgan. Basseynni ko'rinishini chizib olamiz. O'z basseyni balandligi 2 metr. Chiqaruvchi bitta quvur bor. Basseyn o'rtasida yana bitta quvur bor. Va eng tepasida ham bitta chiqaruvchi quvur bor. Bu yerda basseynga suv tushadigan yana bitta quvur bor. Quvurlar shunday kattalikdaki, bunda barcha quvurlar ochiq vaqtda basseyn 18 soatda to'ladi. To'la basseyn esa toshmaydi, lekin barcha quvurlar to'liq hajmda ishlaydi. Suv chiqib ketuvchi quvurlar yopiq bo'lsa, basseyn qancha vaqtda to'ladi? Demak, hammasini ochib yuborgan paytimizda 18 soatda to'lar ekan. Bu holatda 4 ta quvur ham birgalikda ishlaydi. Bitta quyuvchi quvurni o'zi chiqaruvchi 3 ta quvur kuchiga teng hisoblanadi. Quyuvchi quvurni T bilan belgilab turamiz. Demak, 1 taqsim T barobar 3 taqsim kichik T. Kichik T bilan chiqaruvchi quvurlarni yozib olamiz. Demak, kichik T barobar 3 tadan iborat, ya'ni quyuvchi quvur chiqaruvchi quvurdan 3 marta kamroq vaqt sarflaydi. Endi hovuzni ikkita bo'lakka bo'lib olamiz.
Oldin yarmini, undan keyin keyingi yarmini to'ldirib olamiz. Yarmi to'lguniga qadar faqat ikkita quvur ishlaydi. Quyuvchi quvur va hovuz tubidagi chiqaruvchi quvur ishlaydi. Bir taqsim yarmi to'lguniga qadar t taqsim 2 vaqt sarflanadi. Minus 1 taqsim t taqsim 2 barobar 1 taqsim t1 deymiz. Bu t1 hovuz yarmi to'lguncha ketadigan vaqt. Demak 1 taqsim t1 barobar 2 taqsim t minus 2 taqsim kichik t'ni o'rniga 3 t'ni qo'yib olamiz. Umumiy maxraj 3 ta. Suratda 4. Bu yerdan t1 topib oladigan bo'lsak 3 t taqsim 4 ga teng. Endi hovuzni ikkinchi yarmini to'ldirishga harakat qilamiz. Ikkinchi yarmini to'ldirish uchun ham 1 taqsim t taqsim 2 minus 1 taqsim t taqsim 2. Bu holatda ikkinchi quvur ham suvni chiqarishni boshlaydi. Shuning uchun 12 ni ham ayirib qo'yamiz. 1 taqsim t taqsim 2 barobar hovuzni ikkinchi yarmi to'lish uchun t2 vaqt sarflanadi deb hisoblaymiz. 2 taqsim t minus 4 taqsim kichik t. Kichik t'ni o'rniga yana 3 t'ni qo'yib olamiz. 1 taqsim t2 ga teng. Demak 6 minus 4 2 taqsim 3 t barobar 1 taqsim t2. Bu yerdan t2 ni topib oladigan bo'lsak 3 t taqsim 2 ga teng. Endi hovuz yarmigacha t1 vaqt sarflangan, tepasi uchun t2 vaqt sarflangan, ularning yig'indisi esa 18 soatga teng bo'lishi kerak. 3 t taqsim 4 plus 3 t taqsim 2 barobar 18. Bu yerdan t'ni topadigan bo'lsak 8 degan javob chiqadi. To'g'ri javob S. 29-savol. Asadbek va Sherzodning har bir doskaga bittadan son yozdi. Asadbek yozgan sonning qarama-qarshisi Sherzod yozgan sonning teskarisiga teng. Demak, Asadbek doskaga x ni, Sherzod esa y ni yozgan deb hisoblaymiz. Asadbek yozgan sonning qarama-qarshisi Sherzod yozgan sonning teskarisiga teng. Doskadagi sonlardan kattasining kichigiga nisbati x ning y ga nisbati minus 16 taqsim 9 ga teng. Ular yozgan sonlarning yig'indisini toping. Ikkinchi tenglikdagi 1 taqsim y ning o'rniga minus x ni olib qo'yadigan bo'lsak, x ko'paytirilgan minus x barobar 16 taqsim 9. Bundan x barobar 4 taqsim 3. Agar y ni topadigan bo'lsak, minus 3 taqsim 4. Ularning yig'indisi 4 taqsim 3 minus 3 taqsim 4. Umumiy maxraj 12. Suratda esa 16 va 9 ning ayirmasi 7. 7 taqsim 12 da javob. 30-savol. Eritmaning 30% kislota, 20% ishqor va qolgan qismi suvdan iborat. Eritmaga 100 ml toza suv qo'shilgandan so'ng kislotaning konsentratsiyasi 20% bo'ldi. Demak, umumiy massa m deb oladigan bo'lsak, bu yerda umumiy massa m, kislota esa umumiy massaning 30% ni tashkil qiladi. 100 ml suv qo'shildi, lekin kislotani hajmi o'zgargani yo'q, og'irligi o'zgargani yo'q. Mana shu nisbat endi 20% ga tushib qolgan, ya'ni 0,2. Bu tenglikdan m ni topib oladigan bo'lsak, eritmaning dastlabki massasi kelib chiqadi. 0,3 m barobar 0,2 m plus 20. 0,1 m barobar 20. Demak, eritmaning dastlabki og'irligi 100 ml ni tashkil qilar ekan. Demak, oldin 200 ml bo'lgan, unga 100 qo'shilgandan keyin jami 300 bo'lgan. Oldingi ishqorning konsentratsiyasi 0,2 m edi. Uning ustiga endi ma'lum miqdorda ishqor qo'shildi. Endi uning konsentratsiyasi 48% ga teng bo'lib qoldi. M o'rniga 200 ni qo'yadigan bo'lsak, 40 plus x barobar 48 ko'paytirilgan 3. X barobar 144 minus 40.
Salgina xatolik ketib qolibdi. Bu yerda x ishg'or qo'shilgandan keyin tenglamani yechib olamiz. 0,2m plus x barobar 144 plus 0,48x x barobar 200 chiqadi. Birinchi savol. Berilganlar bo'yicha x plus y ning qiymatini topamiz. X y ga qo'shilishi uchun 3 darajasi x ni 3 darajasi y ga ko'paytirib yuboramiz. 81 taqsim 4 ko'paytirilgan 12. Demak 3 darajasida x plus y barobar 243. 243 bu 3 ning 5-darajasi. Da to'g'ri javob bo'ladi. 40 darajasi x ni topishimiz kerak ekan. 2 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning x-inchi shaklda yozib olamiz. Bu 2 ning x-ning kubi ko'paytirilgan 5 darajasida x. A kub ko'paytirilgan b da javob. Berilgan tenglik asosida a ning qiymatini topishimiz kerak. Suratidan 4 ni a-sini qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 2 ni a-si plus 1 qoladi. Mahrajdan 3 ni a-sini qavs tashqarisiga chiqaramiz. 2 ning a-si plus 1 yana barobar 9 taqsim 16. Suratdagi va mahrajdagi bir xil qavslarni qisqartirib yuboramiz. Demak, to'rt taqsim 3 ning a-inchi darajasi barobar 4 taqsim 3 ning minus 2-chi darajasi. Bundan a barobar minus 2 kelib chiqadi. 34-savol. 2 darajasi x minus 1, 2 darajasi x plus 1 barobar 2 ning x-inchi qavsdan tashqariga chiqariladi. 2 darajasi minus 1 plus 2 darajasida plus 1 barobar 2 darajasida x o'rniga 2 ning a-sini qo'yib yuboradigan bo'lsak, 1 taqsim 2 ga 2 ni qo'shamiz. Natijada 2,5 bo'ladi. 2,5 ning 2 baravari 5a ga teng. Da javob. A darajasida 5 taqsim 3 ko'paytirilgan b darajasida 4 taqsim 3. Mahrajdagi a va b'larni suratga chiqaradigan bo'lsak, darajalaridagi manfiy sonlar musbat songa o'zgaradi. B darajasi 2 taqsim 3 va a darajasida 2 taqsim 5 barobar. Asosi bir xil bo'lgan xatlarimiz darajalari qo'shilsa 3 taqsim 5 plus 2 taqsim 5 va 4 taqsim 3 plus 2 taqsim 3 barobar a ko'paytirilgan b ning kvadrati. Esa javob. 36-savolga o'tamiz. Demak, 2 taqsim 3 ning minus 2-chi darajasi bu 3 taqsim 2 ning plus 2-chi darajasi. Minus 4 taqsim 1 ning 1-chi darajasi. Barobar 9 taqsim 4 minus 4 darajasida minus 1. Minus 7 taqsim 4 ning minus 1-chisi bu minus 4 taqsim 7. Demak, davomida 49 ham bor ekan. Minus 4 taqsim 9 ko'paytirilgan minus 4 taqsim 7 ko'paytirilgan 49 barobar minus 28 b javob. 37-savol. A soni 0 va 1 orasida b soni 1 dan katta bo'lsa, quyidagilarning qaysi biri albatta to'g'ri? A ning kvadrati b ning kubi minus a ning kubi b ning 4-chi darajasi. Qavsdan tashqariga a kvadrat b kubni chiqarib olamiz. Ana undan keyin 1 minus ab qoladi. Xo'p, bu ifodada berilishi bo'yicha 0 dan kichik bo'lishi kerak ekan. A bilan b ning ko'paytmasi musbat, a ni b ga ko'paytmasi 1 dan katta bo'lib ketishi ham mumkin, 1 dan kichik bo'lib ketishi ham mumkin. Ko'paytmani qiymati har doim manfiy deb ayta olmaymiz. Javob noto'g'ri. B javobni tekshirishni boshlaymiz. Bitta tomonga o'tkazib a buni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, b minus a manfiy ekan. A bilan buning ko'paytmasi musbat,
bdan a'ni ayiradigan bo'lsak, u ham musbat. Musbatning musbatga ko'paytmasi manfiy bo'la olmaydi. Bu javob ham noto'g'ri. C variantga o'tamiz. Bitta tomonga o'tkazib, a kvadrat b kvadrat qavs tashqarisiga chiqarilsa, a minus b 0 dan kichik bo'ladi. A bilan b ning ko'paytmasi musbat. Kichik sondan katta son ayrilsa bu manfiy. Musbatning manfiyga ko'paytmasi 0 dan kichkina. C javob to'g'ri. 38-misol. Demak, 2 darajasida a 5 ga teng, 5 darajasida b 9 ga teng va 3 darajasida c 32 ga teng. A ko'paytirilgan b ko'paytirilgan c ni hisoblashimiz kerak. Demak, buni hisoblash uchun logaritmlardan foydalanishimiz mumkin. Biz oddiyroq yo'lni tanlaymiz. 5 ning b-chi darajasi agarda 9 bo'ladigan bo'lsa, 5 o'rniga 2 ning a-sini qo'yib olamiz. Barobar 9. Demak, 2 darajasida ab barobar 3 ning kvadrati. 3 darajasida c barobar 32. Har ikkala tomonni kvadratga oshirib yuboradigan bo'lsak, 32 bu 2 ning 5-si kvadrati bilan 10-si bo'ladi. 3 ning kvadrati o'rniga 2 darajasida ab ni qo'yib yuboramiz. 2 darajasida abc barobar 2 ning 10-chi darajasi. Bundan kelib chiqadi abc ko'paytma 10 dan iborat. Bu javob 39-misol. Hisoblashimiz kerak. Bu yerda ko'rinib turibdi, hammasi murakkab son. Ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. 360 soni. Demak, 90 ning kubi ko'paytirilgan 4 ning kubi. Ko'paytiruv 100 ni esa 10 darajasida 4 da olamiz. 90 ning 4-si ko'paytirilgan 8 ning kvadrati ko'paytirilgan 10 ning kvadrati barobar 90 lar qisqarib ketadi. 9 10 darajasida 3, 2 ning kubining kvadrati 2 ning 6-si, 2 ning kvadratining kubi 2 ning 6-si va 10 darajasida 4. 2 darajasi 6larni ham qisqartirib yuborishimiz mumkin. 10 ni 4-si va 10 ni kubi qisqarib ketadigan bo'lsa, tepada bitta 10, mahrajda esa 9 qoladi. Bu javob. 40-savol hisoblashimiz kerak. Noto'g'ri kasalga aylantirib olamiz. 4 taqsim 3 ko'paytirilgan 8 taqsim 3 ning kubi. 8 ning kubi va 27 ko'paytirilgan. Manfiy sonning juft darajasi plyus bo'lib ketadi. 2 ning 4-si va 3 ning 4-si ko'paytirilgan 1 taqsim 4 ning 4-si barobar. 27 bu 3 ning kubi. 3 ning 4-si bilan qisqartiradigan bo'lsak, tepada bitta 3 qoladi. 4larni va 8larni asosini 2 ga keltirib olamiz. 2 ning kvadrati, 8 ni yozamiz, 2 ning kubining kubi 9-si mahrajda, 2 ning 4-si va 2 ning 8-si. 2 darajasida 11 va 2 darajasida 12. Natija 1 taqsim 2. Javob. 41-savol. Uch darajasida 2x va 2 darajasida x qavsdan tashqariga chiqarib olinadi. 3 ning 1-si ko'paytirilgan 2 ning kvadrati minus 2 ning kubi. Mahrajda 3 darajasida 2x ko'paytirilgan 2 ning x-si ko'paytiruv 5 plus 3 ning 2x darajasi ko'paytirilgan 2 darajasida x plus 2 barobar 3 darajasida 2x ko'paytirilgan 2 ning x-si ko'paytirilgan 4 mahrajda 3 darajasida 2x va 2 darajasida x qavsdan tashqariga chiqarib olinadi. 5 plus 2 ning kvadrati qoladi. Demak, 3lar va 2lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 4 taqsim 9 degan natijani olamiz. Bu javob. 42-savol. 30 taqsim 6 ning x-darajasi plus 100 taqsim 4 ning
x'inchi darajasi. 5 ning x'inchisi plus 25 ning x'inchisi. Bu esa 2 plus 2 ning kvadratiga teng. Natija 6. Bu javob. 43-savol. 6 darajasida 199 a ga teng bo'lsa, 12 ko'paytirilgan a ning kvadratini hisoblashimiz kerak. 12 ko'paytirilgan a ning kvadrati barobar 12 ko'paytiruv 6 darajasida 199 ning kvadrati. 12 ko'paytirilgan 6 darajasida 398. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 darajasida 398 ko'paytirilgan 3 darajasida 398 barobar 2 darajasida 400 ko'paytirilgan 3 darajasida 399. Natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamiz. 4 0 16 0 160.400. Bu javob. 44-savol. Quyidagi bir xatlarning qaysi biri manfiy? Kvadrat ildizosidagi minus a soni manfiy bo'lmasligi kerak. A 0 dan katta yoki teng. A 0 dan kichik yoki teng. B soni 0 dan katta yoki teng. Unaqada 3 ta ko'paytma manfiy bo'lishi uchun x soni minus 2 dan kichik bo'lishi kerak. A javobni tekshirishni boshlaymiz. A ning kubi ko'paytirilgan b ning kvadrati ko'paytirilgan x ning 7-chisi. A ning kubi bu manfiy sonning kubi manfiy. B kvadrat bu musbat. X ning 7-darajasi manfiy. 0 dan katta yoki teng. Bu demak noto'g'ri javob. B javobni tekshirishni boshlaymiz. Minus a b kub x ning 6-chisi. Minus a ning ishorasi manfiy. B kubning ishorasi musbat. X ning 6-chisining ishorasi musbat. Ikkita manfiy yana 0 dan katta bo'ladi. C variant. A ning 5-chisi b va x kvadrat. A ning 5-chisi manfiy. B ning o'zi musbat. X ning kvadrati musbat. Bu 0 dan kichik yoki teng. D javobni tekshirib o'tirishga hojat yo'q. To'g'ri javob C javob. 45-savol. A va b sonlari berilgan. A plus b ni standart shaklda yozishdan hosil bo'lgan son C ko'paytirilgan 10 darajasi n ko'rinishda bo'lsa, C plus n ning qiymatini toping. A plus b barobar 2,7 10 darajasida minus 200 plus 34 ko'paytirilgan 10 darajasida minus 200. 36,7 10 darajasida minus 200. Bu hali standart shaklda yozilgani yo'q. Sonimiz standart shaklda bo'lishi uchun 3,67 qilib tanlab olamiz. 10 darajasi bittaga ortadi va minus 199 bo'ladi. C plus n barobar 3,67 minus 199 minus 195,33. D javob. 2 darajasida a va 2 darajasida b sonlari berilgan. 2 darajasida 2a minus b qaysi oraliqqa tegishli bo'lishini topishimiz kerak. 2 ning a-inchisi bu 16 va 32 orasiga tegishli. Bundan kelib chiqadi 2 darajasida 2a tegishli bo'ladi. 256 dan 1024 gacha. 2 ning b-inchisi tegishli. 1 taqsim 4 dan 8 gacha. Demak, ikki darajasida 2a minus b barobar 2 darajasida 2a taqsim 2 ning b-inchisi. Tegishli bo'ladi bu. Eng kichigini eng kattasiga bo'lamiz, ya'ni 256 ni 8 ga bo'lamiz. Eng kattasini topishimiz uchun 1024 ni 1 taqsim 4 ga bo'lamiz. Bu
32dan 4096gacha. Javob 47-chi. Demak, ko'paytma nechta nol bilan tugaydi? 2025 45 ning kvadrati. 45 ning kvadratining 25-si ko'paytirilgan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ning 2020-darajasi. 3 ning kvadratining kvadrati. 3 ning 100-si 5 ning 50-si ko'paytirilgan 2 darajasida 4040, 5 darajasida 2020 barobar. Nollar sonini topish uchun bizlarga o'nlar soni kerak bo'ladi. 3lar soni bu yerda qiymatsiz. 2 ning 4040-si ko'paytirilgan 5 ning 2070-darajasi. Demak, 4040 da 2 va 2070 da 5 dan jami 2070 da 10 yasab olishimiz mumkin. 2 ko'paytirilgan 5 ning darajasida 2070. Demak, nollar soni ham 2070 da bo'ladi. Javob 48-savol. Yig'indini 13 ga bo'lgandagi qoldiqni hisoblang. 25 ni 26 minus 1 qilib yozib olamiz. 2 daraja 2025 plus 26 plus 1 darajasida 2027. Demak, buni darajaga oshirishda 26 minus 1 darajasida 2025. Boshidagi hamma sonlar 26 ga bo'linadi, oxirida minus 1 qoladi. Keyingisida ham 26 ni darajalari bu 26 ga bo'linadigan son va oxirida plus 1 qoladi. Minus 1 va plus 1 0 bo'lib ketadi. 26 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, 26 ko'paytirilgan a plus b bu 13 ga karali son. 13 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ga teng. 49-savol. 1 dan 999 gacha bo'lgan natural sonlar ketma-ket bitta son kabi yozildi. Hosil bo'lgan son standart shaklda a ko'paytirilgan 10 darajasi ko'rinishda yozildi. N ning qiymatini toping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 98, 99, 100, 101 va hokazo 999. Mana shu sonni standart shaklda yozishimiz uchun bu sonimiz 1 bilan 10 ning orasiga tegishli bo'lishi kerak. Demak, virgulni 1 dan keyin qo'yib olamiz. Demak, ko'paytirilgan 10 darajasida nima desam, keyingi son hosil bo'ladi. Buning uchun ana shu oraliqda nechta raqam borligini aniqlab olishimiz kerak. Bu yerda bir xonali sonlar nechtasi qatnashgan? Mana bu oraliqda 8 ta bir xonali son bor. 8 ko'paytirilgan 1 plus 2 xonali sonlarning barchasi ishtirok etgan, 3 xonali sonlarning ham barchasi ishtirok etgan. Barobar yig'indini hisoblab olamiz. Demak, 188 plus 2700 barobar 2888. Demak, javob 2888 ga teng ekan. Javob 50-savol. Yig'indini hisoblashimiz kerak. 16 ning kvadratidan 16 chiqadi. Ildizdan manfiy javob chiqmaydi. Shuning uchun faqat 17 ni chiqaramiz. Minus 18 minus 19. Demak, 33 minus 37 natija